Yani dostlar, Xudo xolasa akşam başlayan işlerimizi bitirib verdik. Sularını kanalizasyona montaj etdik. Bir yerden şunası bağladı. Bir de unitazdırады. Bir yerler gipsa kardon bilan polni yaxshilikka bo'ladi. Bir raffinatsiya deyman. Sanuzelning ishi. Bir rakvina, unitaz, vanna bo'ladi, bir de kir mashin. Перегородкаlar yarim kari şu an için işinin 32'lik turbalardan tartib berganmiz. Bo'lmasa narojiy bo'lib ko'rinib qolardi, yana perihodlar bilan. Xudo xolasa bizadan vaqt yechim bo'ladi. Yechim bo'lgan. Xudo xolasa ishini chiroylatib taxlab beramiz. Sizlar ham santexnika ishlaringiz bo'lsa, bemalol murojaat etaverasiz. Bu yerda radiatorimiz, bu yerda bayna, keyin doğruda yanında ikkisi bor. Şimdi işler bize de dostlar güzel para arası.